Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti o'zining nomini Buxoro xalqaro universitetiga o'zgartirdi. Men amaliyotchi psixolog Mohinabono Otabekovna o'zimning faoliyatim davomida ushbu institut amaliyotchi psixologlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli konferensiyalar o'tkazishidan xabarim bor va bugun mana shu universitet yana qanday qulayliklari va imkoniyatlari bilan biz amaliyotchi psixologlarni qo'llab-quvvatlaydi. Mana shular to'g'risida batafsil bilib olish maqsadida universitet rektori Baratov Sharif Ramazonovichdan intervyu olish maqsadida keldim. Men Baratov Sharif Ramazonovich, psixologiya fanlari doktori, professor, Buxoro xalqaro universitetining rektori, Xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining haqiqiy a'zosi hamda Xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining vitse-prezidenti hisoblanaman. Bizni institutimiz oldingi nomi Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti deb hisoblanadi. Biz xalqaro aloqalarni kuchaytirdik. Mana bugungi O'zbekistonda ta'lim to'g'risidagi islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish natijasida mana shu xalqaro aloqalar juda yaxshi yo'lga qo'yildi. Bizning institutda ham o'ndan ortiq davlatlar bilan xalqaro aloqalar o'rnatildi va xalqaro miqyosdagi olimlar bilan top mingtalikka kirgan oliy ta'lim muassasalari bilan butun dunyodagi biz memorandumlar tashkil qildik va shularning natijasida institutning nomini Buxoro xalqaro universitet deb nomladik. Bugungi kunda ushbu universitetimizda 2,5 mingdan ortiq talaba tahsil ko'rmoqda. Demak, 26 ta ta'lim yo'nalishlarimiz bor. Demak, bakalavriat, magistratura, doktorantura yo'nalishlarida demak talabalarimiz tahsil olmoqda. Ustoz, ushbu institutni tashkil qilishdan maqsad nima edi va institutingizni boshqa institut va universitetlardan farqli jihatlari nimalar? Demak, bizni Buxoro xalqaro universitetimiz asosan 2021-yilda 29-oktyabr sanasida Prezidentimizning Buxoroga tashriflari davomida qo'llab-quvvatlangan, demak Prezident administratsiyasining 98-protokol bilan tasdiqlangan litsenziya asosida tashkil etildi. Bugungi kunda universitetimiz bitiruvchilari mavjud. 3 ta yo'nalish, 3 ta demak magistrlik dissertatsiyalarni himoya qilib magistrlarimiz 3 ta yo'nalishda chiqdi va mana magistrlik bitiruvchilarimiz bu yil ilk bor psixologiyadan bitiruvchilarimiz chiqyapti. Dastlab avval bizning institutimiz Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti deb tashkil qilingan. Bu O'zbekistonda professional psixolog tayyorlaydigan yagona institut hisoblanadi. Endi institutimizda albatta yutuqlari talaygina shu 4 yil davomida ancha yutuqlarga erishdik. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, boshqa oliy ta'lim muassasalaridan bizni institutimizda, bizni oliy ta'lim muassasamizda farqi nimada? Birinchi farqi shundaki, biz asosan professional psixologlar tayyorlashga ixtisoslashganmiz. Bu institutimizning emblemasida ham mavjud. Boshqa ta'lim yo'nalishlari ham bor albatta. Ikkinchi farqi, bizning institutimizda talaba bakalavriat bo'lib kiradi, fan doktori bo'lib chiqib ketadi. Bakalavriatni bizda o'qiydi, magistraturani bizda o'qiydi va demak doktoranturani bizda o'qiydi hamda ilmiy ixtisoslashgan kengashimiz mavjud. Psixologiya bo'yicha fan doktori bo'lib diplomni olib ketadi. Va mana shu demak tizim bizda yo'lga qo'yilgan. Boshqalardan farqli. Yana boshqa institutlardan farqimiz, bizning institutimizda 2 ta jurnal chop etiladi va bu bitta jurnal o'zimizning O'zbekiston Respublikasida Oliy assotsiatsiya komissiyasidan tan olingan va ikkinchi jurnalimiz ham xalqaro jurnal sifatida O'zbekiston demak Oliy assotsiatsiya komissiyasi tomonidan tan olingan. Mana birinchi o'zimizda ilmiy axborotnomamiz chiqadi bizning jurnalimizda va ikkinchi Vestnik interaktiv psixologiya degan jurnal Yaroslavl bilan birgalikda, Rossiya bilan birgalikda bu jurnalimiz chiqadi. Bu
ilmiy ish qiluvchi talabgorlar uchun, dissertatsiya yo'qlovchilar uchun mana shu jurnalda chiqqan maqolasi alohida ularning dissertatsiya natijasi sifatida demak rasmiy qayd etishga ruxsat etilgan. Bu boshqa institutlardan alohida bizni institutimizda ajralib turadigan farqi hisoblanadi. Bundan tashqari bizning institutimiz butun xalqaro miqyosda 10 dan ortiq davlatlar bilan xalqaro aloqalarni, memorandumlarni o'rnatgan. Mana shu jihatdan ham farq qiladi. Va bizning institutimizda kredit modul tizimida, demak reyting tizimida, demak talabalar tahsil oladilar. Va bundan tashqari yana boshqa institutlardan farqimiz shundaki, bugungacha bizning institutimizda 7 nafar magistrlarimiz fan doktori bo'lib o'sha diplomlarni olib ketdi. Ular magistraturani bitirishi bilan ko'plari 1 yil davomida va 1,5 yil davomida fan doktori ilmiy darajasini olib ketdi. Sababi magistraturaga qabul qilgan paytda biz o'sha doktorlik dissertatsiyasini beramiz va maqolalarni chiqarib ulguradi. Va shu jihatdan bugungi kunda bizning faxrimiz 7 nafar bitiruvchimiz fan doktori. Mana shu 4 yil bo'lganmiz, 4 yil davomida mana shunday katta biz natijalarga erishganmiz. Bundan tashqari Oliy attestatsiya komissiyasida ro'yxatiga biz kirganmiz. Bizning institutimizdan dotsent ilmiy unvoni, professor ilmiy unvonlariga biz bemalol ilmiy kengash qarori bilan mana shu vakka yo'llab va u yerdan diplomlarni olib berish huquqiga egamiz. Mana shu institutimizda bugungi kunda ta'lim-tarbiya yo'nalishlari bo'yicha mana shunday katta yutuqlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari bizni bitta psixologiya kafedramizda o'zida 6 nafar fan doktori, 4 nafar fan nomzodlari faoliyat ko'rsatadi. Demak, ilmiy salohiyat 62% ni tashkil etadi. Bu ham o'sha talabalarni professional darajada tayyorlashda men o'ylayman alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari bizning institutimizda demak 8 ta magistratura yo'nalishi, demak 15 ta bakalavriat yo'nalishi, 3 ta doktorantura yo'nalishlarimiz mavjud. Ustoz, Buxoro xalqaro universitetida psixologiya yo'nalishidan tashqari yana qanday yo'nalishlar mavjud? Bizda mana oldingi nimalarimizda nomlanishimizda Buxoro psixologiya xorij tillar instituti deyilgan. Ko'p kishi o'ylaydi-ki, faqat psixologiya bilan xorij tillar instituti yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi deb aytadi, lekin biz bugungi kunda boshqa yo'nalishlarda ham juda katta muvaffaqiyatli, demak, talabalarni tayyorlaymoqdamiz. Masalan, iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi, o'zbek tili va filologiyasi, boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, demak, milliy g'oya va boshqa qator yo'nalishlarda ham biz mutaxassis tayyorlaymiz. Yana bundan tashqari matematika, o'zbek tili, rus tili yo'nalishlarida sirtqi ta'lim yo'nalishi bo'lmasa-da, bizda masofaviy ta'lim yo'nalishlarimiz mavjud. Bugungi kunda 9 ta yo'nalishda, demak, masofaviy ta'lim asosida dars berish imkoniyatimiz ham mavjud. Demak, Buxoro xalqaro universiteti deyilishiga yana bir sabab, demak, juda ko'p yo'nalishlarda biz ham mutaxassis chiqaramiz. Mana shu doktoranturani o'zini borligi ham pedagogika yo'nalishida, filologiya yo'nalishida, psixologiya yo'nalishida bugungi kunda doktorantura ochilganligi ham, demak, bizning institutimizda kelajagi, strategik kelajagi porloq ekanligidan dalolat beradi. Buxoro xalqaro universitetining ko'plab konferensiyalarida shaxsan o'zim ham ishtirok etdim va qiziqyapman. Bundan keyin yana qanday konferensiyalar o'tkazish niyatlaringiz bor? Haqiqatan ham institutimiz tashkil etilganidan buyon, demak, har yil bir nechta biz xalqaro miqyosdagi konferensiyalarni o'tkazib kelyapmiz. Mana bu yil 16-18 mart kunlari, demak, Xalqaro psixologiya fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda, demak, psixologiya 21 stoletiya, 21-asr psixologiyasi mavzusida juda katta xalqaro konferensiya o'tkazdik. Bu konferensiyada Xalqaro psixologiya fanlar akademiyasining prezidenti Kozlov Vladimir Vasilyevich boshchiligidagi, demak, 50 dan ortiq davlatlardan, demak, olimlar tashrif buyurishdi. Ushbu konferensiya, demak, O'zbekistonda
psixologiyani rivojlanishida, milliy qadriyatlarimizni psixologik mohiyatini ochib berishda juda katta ahamiyat kasb etdi. Bundan tashqari biz ushbu yilning oxirigacha Turkiya oliy ta'lim muassasalari bilan, yana Rossiya oliy ta'lim muassasalari bilan, Qozog'iston oliy ta'lim muassasalari olimlari bilan hamkorlikda bir nechta konferensiyalarni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari davlat grantlari, mana Turkiya davlat universiteti bilan hamkorlikda bitta davlat grantlari loyihasini biz tashkil qildik. Undan tashqari Erasmus Mundus Yevropa mamlakatlarida ishlaydigan xalqaro grantlar ustida ishlayapmiz. Ushbu grantlar natijalari bo'yicha demak xalqaro konferensiyalarda tegishli hisobotlar beriladi. Har bir xalqaro tashkil etilgan konferensiya bizni mutaxassislarimizni professional psixolog bo'lib yetishishlarida juda katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari 20 dan ortiq olimlarimiz universitetimizga kelib dars bermoqdalar. Masalan, Turkiya olimlari keldilar, Rossiya olimlaridan juda ham ko'p olimlar kelib bizni talabalarimizga psixologiyaning eng yangi dolzarb masalalari bo'yicha, xorijiy tillarning eng dolzarb masalalari bo'yicha ma'ruzalar o'qib ketyapti. Bu ham talabalarimizni kelajakdagi demak yaxshi mutaxassis bo'lib yetishlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Endi yana ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, sizning universitetingizda talabalar davlat grantlari asosida ham o'qishlari mumkinmi? Albatta, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun nodavlat oliy ta'lim muassasalariga ham juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Buning uchun biz hukumatimizdan juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Bizning institutimizda ham bugungi kunda 50 nafar talabamiz davlat grantlari asosida tahsil oladi. Chunki bu demak oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan reja asosida, davlat grantlari asosida demak 50 nafar talabamiz tahsil oladi va bundan tashqari bizda demak 7 nafar demak talabgorimiz demak doktoranturada tahsil oladi. Bular ham davlat tomonidan har birlariga demak 6,5 milliondan demak stipendiya belgilangan doktorantlarimizga 6 nafar doktorantimiz boshqa xususiy ta'lim muassasalariga yo'q bu imkoniyat. Bizga shunday imkoniyat berilgan. 6 nafar doktorantimiz demak doktoranturada tahsil olmoqda. Bu yil demak 2-kursda o'qiyapti. Mana shu 2-kursning o'zida ularning ishlari deyarli 90% tayyor bo'lgan. Ular shu yilning o'zida himoya qilib ketishlari mumkin. Demak 50 nafar davlat grantlari va 6 nafar demak doktorantlarimiz davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish asosida tahsil olmoqda va bu kelajakda bizda albatta juda katta imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi va bundan tashqari biz yana yutuqlarimizdan bittasi demak prezidentimizning ushbu yilning 14-fevralda yoshlar bilan uchrashuvlarida qo'ygan talablaridan kelib chiqib Garvard universitetida demak Amerikadagi dunyoda birinchi o'rinda turgan Garvard universitetida uchun talabalarimiz orasidan tayyorlov kurslarini tashkil qilganmiz. Bizda yana xorijiy tilga ixtisoslashgan juda ham ko'p talabalarimiz bor. 100 dan ortiq talabalarimiz IELTS sertifikatiga ega. Mana shularni olib qayta alohida tayyorlab, demak dunyoda birinchi o'rinda turgan Garvard universitetiga tayyorlov ishlarini olib bormoqdamiz. Xudo xolasa yanvar oyidagi Garvard institutida bo'ladigan imtihonda yaxshi natijalar qo'lga kiritamiz deb umid qilamiz.